Mansurjon, Labey. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Kelgan aziz mehmonlar, do'stingiz Mansurjon qancha osh yeydi deb mendan so'rashganda, Aha. Mansurjonni eng yaxshi ko'rgan taomi osh, ikkita o'g'il bolanikini yo'radi deganimni bilganmisiz? Mamasini hoji. Labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Mehmonlar otangdek ulug' deb. Ha. O'zingiz qozonga unnab, Ha. Abdurahmonni savziga o'tirgizib ketganmisiz? Mahmudjon aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Bizni Qorasuvga mehmonga borib qolganingizda, Devzira yurishda ajoyib osh qilib berganimda, Toshkentga kelib maqtanib, Muhiddindiki og'zimda qoldi deganmiz. Muhiddinjon, Labbay. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Xonadoningizga borganimda, shosh turibman ketaman deganimda, ozgina sabr qiling, oshni o'zim anjancha qilib beraman deganmisiz? Mahmudjon, Labey, gulmisiz, sunbulmisiz, rayhonmisiz? aytganingizman. Akasi oshni yaxshi qilasiz, iltimos. Nimaga qilib bering deganmisiz? Tohirjon. Abdurahmon, Ola bey. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Guruchli erkaga Qorasuvda bo'ladi. Muhiddinjondikida osh yeyilib. Ha. 1 yilgacha Muhiddindikidan ham yeganman deb maqtanib yurganman. Abdurahmon aka. Labey, Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizman. Bu oshga guruch tanlaymiz desam, ustasi menman tanlashdi deb, oldin kaptingizda uqalab ko'rib, keyin tishlab ham ko'rganmisiz? Mahmud